$400,000 grant yutib olgan o'quvchingiz bor ekan. Bu haqiqatmi yo yolg'on? Bu yolg'on. Nega? Chunki 400 ming emas, 403 ming bo'ldi. Hozirgi ko'rgan videoni siz Instagramda juda ham ko'p ko'rgan bo'lsangiz kerak. To'g'risini aytsam, rosa azoblab, qiynalib sizlarga ko'rsatdik, Instagramga qo'ydik, TikTokga qo'ydik, Instagramda triallarga qo'ydik, shortsga qo'ydik, juda ko'p joyda aylantirdik. Va kommentariyalarda ko'pchilik so'radi, savol berdi. Xo'p, $403,000 grant yutibdi. Uni cho'ntagiga ola olaydimi, ishlata olaydimi o'zi? O'zi qanday qilib bu universitetga grant yutdi? Xo'p, nima bo'ldi $403,000 grant yutibdi? Bitirgandan keyin o'qib olim bo'larmidi? degan turli xil savollar keldi. Va shularni bitta-bittadan bugun ko'rib chiqamiz. Va eng muhimi, qanday qilib siz ham Ozodbek o'quvchimga o'xshab shu dunyoning top universitetlariga, Amerikada joylashgan Singapur, Buyuk Britaniya va boshqa rivojlangan davlatlardagi top universitetlarga siz ham kirishingiz mumkinligini va qanday qilishingiz mumkinligini ko'rib chiqamiz. Mani ismim Asadbek Ismoilov va men top universitetga kirish bo'yicha ekspertman. Gonkong fan va texnologiyalar universitetida iqtisodiyot sohasida ta'lim olaman. Universitetim dunyo universitetlari reytingida 50-o'rinda va o'zim sohamda iqtisodiyot sohasida oxirgi marta qaraganda adashmasam 24-o'rinda, ya'ni top 30 talikka kiradi. O'quvchilarim dunyoning top universitetlari MIT, Harvard, Columbia, University of Chicago, NUS dunyoda 8-o'rinda turadi. Dunyo universitetlari reytingida 2-o'rinda turadigan Imperial College Londonga 2 o'quvchi va boshqa dunyoning top universitetlariga qabul qilinishgan. Kelinglar Ozodbekda кейsiga kelamiz. Qanday qilib Ozodbek o'quvchim dunyoning top universitetlaridan biriga 100% 400 ming emas, $403,000 grant bilan qabul qilindi. Ozodbek o'zi Qashqadaryodan, ya'ni ota-onasi o'zi Qashqadaryoda tug'ilgan. Lekin Ozodbek Toshkentga kelgan. Toshkentga kelgandan keyin Millat umidi maktabi, o'sha paytda Cambridge International College nomli maktabda o'qigan, grantda o'qigan. Shuning uchun Umidjon aka Muhammedovga ham rahmat aytib qolamiz. Nimaga? Chunki xususiy maktabda o'quvchi agar grantda o'qisa, top universitetga topshirayotganda shansini ancha ko'taradi. Nimaga? Chunki bu o'zida bor resursdan foydalangan va yana ham ko'proq resurs olgandan keyin undan ham ko'proq foydalanadi degan fikr bo'ladi top universitetlarda. Xo'p, xususiy maktabda o'qidi. U yerda o'qigandan keyin, ya'ni grantda bepulga o'qidi. U yerda u IELTSdan 8, SATdan 1500 oldi. O'zi IELTS bor ekan, SAT'si bor ekan, o'zi harakat qilib kirganda, u siz qanchalik yordam bergansiz, скорее всего, o'zi kirgan degan fikrlar ham bo'lishi, shuning uchun qisqacha adres qilaman. To'g'ri, o'zi topshirgan birinchi yil, adashmasam SAT o'quv markaziga borgan, o'sha SATda tayyorlangan joyida ular bilan birga tayyorgarlik ko'rgan. Lekin u yerda topshirgan universitetlariga qabul qilinmagan. Ya'ni yaxshi SAT, yaxshi IELTS, yaxshi insholar, yaxshi podдержка bilan birga tayyorgarlik ko'rgan, lekin o'xshamagan. Natijada Ozodbek gap year olishga ahd qilgan. Ya'ni gap year nima? Bu siz universitetga kirmaganingizdan keyin 1 yil yana boshqatdan topshiraman. Hech qaysi universitetga O'zbekistondagi yoki boshqa davlatdagi universitetga bormasdan, shu o'zimda O'zbekistonda qolib, boshqatdan harakat qilib Amerika yoki boshqa davlatdagi top universitetlarga topshiraman deyish. Ozodbek shunday qilib gap year oldi. Gap year davomida Ozodbek bilan biz ko'p vaqtimizni birga o'tkazar edik. O'sha payt kafeda biz birga o'tirardik. Men o'zim universitetimga tayyorgarlik ko'rardim, Ozodbek top universitetga topshirishga tayyorgarlik ko'rardi va Ozodbek juda ko'p maslahatlar so'rardi. Qanday shu activity haqida nima deb o'ylaysiz? Shu activityni qanday qilib qilsam bo'lardi derdi. O'sha payt Ozodbekga eng ko'p beradigan maslahatim bu speed edi. Speed bu tezlik. Siz top universitetga topshirayotganingizda sizni juda ham qisqa vaqt bo'ladi. Amerikada yoki Koreyada bolalar 10 yoshidan boshlaydi. Siz 10-sinfdan boshlayapsiz. Ya'ni siz 5 yil, 7 yil orqadasiz va siz 5 yil orqadan boshlab turib 5 oy ichida top universitetga kirishingiz juda ham qiyin. Va Ozodbekka ham shuni aytardim, sizda juda ham kam vaqt qolgan. Hozirdan bosish kerak. Chegarani olib tashlash kerak deb aytardim va Ozodbek shu bergan maslahatlarimizga amal qilib, o'zini qattiq harakati bilan mana ko'proq natijalarga erishishga harakat qildi. Top universitetga borganimdan keyin top universitetga tayyorlash bo'yicha, aniqrog'i insho yozish bo'yicha essay program dasturimni ochdim va essay programga Ozodbek qo'shildi. Ozodbek qo'shilgandan keyin juda ham ko'p vazifalar berardi. Nafaqat Ozodbek, balki essay programda o'qigan hamma o'quvchilarga juda ham ko'p vazifa berardi. Shunda nima qilganman? Xullas programda uyga vazifani vaqtida qilmagan odam chiqib ketadi degan narsaga kelishganmiz. Bolalar ham tayyor bo'lgan. Nimaga? Chunki o'quvchilarning ko'pi gap yearda bo'lgan. Xo'p, men bu yil kirmasam chopiladi. Shuncha bergan pulim, bergan harakatlarim, ota-onam ishonchi hammasi yo'q bo'ladi degan va shuning uchun qattiq harakat qilishgan. Juda ham ko'p kitoblar, Lermontov, Chekhov, Tolstoy, George Orwell va boshqa eng top yozuvchilarning asarlarini essay programdagi o'quvchilarga o'qitardim. Va asarlarni o'qishdan tashqari nima qilardik? Biz reflection yozdirardik. Ya'ni Ozodbek
o'zini bosib o'tgan yo'li, qancha ko'rgan qiyinchiliklari. Masalan, Qashqadaryodan kelgan, to'g'rimi? Qashqadaryoda qanaqa odamlar? Qashqadaryoda masalan qiziqishi balandroq bo'lishi mumkin, lekin imkoniyatlari pastroq. Toshkentda masalan imkoniyatlar ko'proq, lekin qiziqish pastroq. Nimaga? Nimadan kelib chiqqan? Buni istochnik, ya'ni source qayerda deb shunaqa savollarga javob berishga undardim o'quvchilarni. Va Ozodbek hamma vazifalarni to'liq qilib harakat qilardi. Kerak bo'lsa kechqurunlari uxlamasdan insholarni yozib, reflectionlarni yozib, kitoblarni o'qib chiqardi. Sizga hozir g'alati eshitilishi mumkin. Hamma shunaqa deydi, lekin baribir uxlaydi-yu, ko'p uxlaydi-yu, kechqurun uxlaydi deydi. Lekin rostdan qattiq harakat qilgan nafaqat Ozodbek va o'sha essay programini o'qigan boshqa o'quvchilarim ham. Va shuncha harakatdan so'ng Ozodbek natijada Amerikada Liberal Arts Ratingda ikkinchi o'rinda turadigan Amherst College'ga $400,000 emas, aytib o'tganimdek $403,000 grant bilan, 100% grant bilan Amherst College'ga qabul qilindi. Va nafaqat Ozodbek, o'sha essay programda Ozodbekdan tashqari 8 ta odam o'qigan bo'lsa, hammasi 100% o'quvchi 100% grant bilan dunyoning top universitetlariga qabul qilinishdi. Bular Carnegie Mellon University qator, ya'ni shu computer science da MIT dan keyin adashmasam 2 yoki 3 o'rinda turadigan eng zo'r universitetlardan biri. Xalqaro munosabatlarda dunyoda 1-o'rinda turadigan Georgetown University qator. Undan tashqari HKU va boshqa dunyoning top universitetlari, NYU, Abu Dhabi va boshqa top universitetlarga 100% grantni hamma o'quvchi o'sha essay programini bitirganlar qabul qilindi. Ya'ni men Ozodbekka va essay programida o'qigan boshqa o'quvchilarga o'rgatgan narsalarim hammasi o'xshagan va ishlaydigan strategiyalar. Ozodbekka o'xshab dunyoning top universitetlaridan biriga $400,000 emas, $403,000 grant yutmoqchi bo'lsangiz, hozir sizga men o'quvchilarga o'xshagan eng zo'r strategiyalarni 3 tasini o'rgataman. Dunyoning top universitetlariga kirish bo'yicha birinchi beradigan maslahatim bu darsdan tashqari mashg'ulotlar. Aniqrog'i siz o'zingizning sohangizda muhim bo'lgan bir muammoni yechishga harakat qiladigan bir loyiha boshlang. Deylik siz qiz bolasiz va siz muhandislikka qiziqasiz. O'zbekistondagi muhandislik sohasidagi eng katta muammolardan biri bu qizlar muhandislik sohasida o'qimaslik kerak va u bilan shug'ullanmaslik kerak degan stereotip va bu stereotip albatta noto'g'ri. Nimaga qizlar muhandislik bilan shug'ullanmaslik kerak? Ularning miyasi yetarlicha aqlli, ular muhandislik bilan to'liq shug'ullana oladi va shuning uchun bu normal holat. Va siz aynan shu muammoni yechishga harakat qiladigan bir loyiha qilishingiz mumkin. Masalan, siz muhandislikka qiziqadigan boshqa qizlar va bolalarni yig'asiz va ular bilan bir qisqacha deylik suhbat o'tkazasiz, debat o'tkazasiz. Nimaga qizlar muhandislik bilan shug'ullanmaslik kerak? Qizlarda hamma narsa bor, ularda bilim bor, harakat bor, muhandislik bilan bemalol shug'ullana oladi. Shunchaki oldin qiziqish bo'lmagan va hozir qiziqish bor deb, masalan, debatlar o'tkazib, social media, ya'ni ijtimoiy tarmoqlaringizni yurg'izish orqali bu muammoni yechishga harakat qilishingiz mumkin. Va siz shu loyiha orqali sohangizdagi, ya'ni muhandislik sohasidagi muhim bir muammoni yechishga harakat qilasiz. Lekin bu faqatgina ikkita kriteriya va ko'pchilik shu ikkita kriteriyada to'xtab qoladi. Siz to'xtab qolmasligingiz kerak. Ya'ni siz iloji boricha 3-narsaga e'tibor berishingiz kerak. 3-narsa nima? Bu scale. Ya'ni nechta odamga siz impact qildingiz, aniqrog'i ta'sir o'tkazdingiz. Masalan, siz shu loyihani qilyapsiz. Shu loyihangiz 100 ta odamning fikrini o'zgartirdimi, 100 mingta odamning fikrini o'zgartirdimi? Masalan, Garvardga kirgan Azizbek Ibrat debate loyihasini qilgan va u Ibrat debate loyihasi orqali 10 mingtadan ko'p insonni o'zining loyihasiga jalb qilgan va ularning fikrini o'zgartirgan. Sizning loyihangiz shunaqa 10 mingta odamni o'zgartirdimi yoki 100 ta odamni o'zgartirdimi yoki 2 ta odamni o'zgartirdimi? Albatta, qanchalik baland raqam bo'lsa, shunchalik yaxshi. Baland raqam bo'lsa, shunchalik yaxshi deganda ko'pchilik aldashga o'tadi. Ya'ni 10 mingta qilgan bo'lsa, nima qilib bo'lmaydi? Shuni yoniga bitta nol qo'shib yuboray, yana ham yaxshiroq eshitiladi deydi. Lekin to'g'risini aytaman, bunaqa qilsangiz ishlamaydi. Nimaga? Chunki admission officerlar tupoy emas. Ular sizni ko'ra oladi. Qanday qilib ko'ra oladi? Siz ularni ko'rishga zamin yaratishingiz kerak. Ya'ni siz albatta ijtimoiy tarmoqlaringizni yurg'izishingiz kerak. Masalan, Azizbekda Ibrat debate loyihasi bor. Instagramga Ibrat debate deb yozsangiz, u yerda paloncha postlar, masalan, 50 tadan ko'p post va deylik 1000 tadan ko'p podpischi chiqadi. Ya'ni bu loyiha real loyiha va insonlar, haqiqiy odamlar bu loyihada qatnashmoqda. Shuning uchun ijtimoiy tarmoqlarni oching, Instagram, kamida Instagram va LinkedIn oching. U yerda iloji boricha offline yoki online eventlaringizdan rasmlarni olib, chiroyli qilib joylang. Ya'ni ijtimoiy tarmoqdagi followers, nechta podpischingiz borligi, nechta post borligi, nechta odam ko'rilayotganligi albatta sizga foyda keltiradi. Bu 4-narsa. 5-narsa bu sizning veb-saytingiz bo'lishi. Veb-sayt bu sizning yuzingiz. Ya'ni Instagramda ham yuzingiz bo'lishi mumkin. Veb-saytda ham. Chunki top universitetga topshirayotganingizda siz link berishingiz mumkin. Mana shu loyihani qildim. Mana veb-sayt kirib ko'rishingiz mumkin. Veb-sayt deganda ko'pchilik Cloud yoki GPT ga shu veb-saytni qil deydi, bosadi, bo'ldi. U yerda rasm qani?
Siz kim bilan partnyorство qildingiz? Qanaqa insonlar? U yerda organizatorlar kim? Bu loyihani boshqaruvchisi kim? Degani siz o'z rasmingizni, qatnashuvchilarda qanaqa eventlar bo'lgan, marafon qilganmisiz, deylik, boshqa tadbirlar o'tkazganmisiz, nima qilganingizni ko'rsatishingiz kerak veb-saytda. Bo'lmasam qanday ishonadi siz bu loyihani rostdan qilganmisiz yoki yo'q? To'g'rimi? Xo'p, bu 5-narsa. 6-chi juda ham foydali narsa bu partnyorство qilish. Siz loyiha qilganingizda albatta doubt paydo bo'ladi. Doubt bu shubha. Siz loyihangiz real narsami yoki real narsa emasmi? Va siz realligini qanday qilib isbotlashingiz mumkin? Hamma ishonadigan brendlar bilan kollaboratsiya, ya'ni partnyorство qilib, top universitetlarni admission officerlarini ishontirishingiz mumkin. Masalan, o'tgan yil Ivy League Admissions top universitetga kirish bo'yicha dasturlardan birida o'qigan o'quvchim iqtisodiyotga aloqador loyiha qildi. Loyihasining ichiga kirib o'tirmayman, lekin u loyiha davomida hamma biladigan brendlar va organizatsiyalar bilan partnyorство qildi. Masalan, United Nations Development Program, EY, University of Chicago va shunga o'xshagan dunyoning top universitetlaridagi professor va PhD'lar bilan partnyorство qildi. Va u top universitetga topshirayotganda shu brendlar bilan, shu kompaniya va organizatsiyalar bilan partnyorство qildim. Ya'ni men qilayotgan narsa real deb yozgan. Va natijada dunyo universitetlari reytingida 32-o'rinda turadigan universitetga 100% grant bilan qabul qilindi. Ya'ni hozirgi aytgan strategiya ham albatta ishlaydi. Siz shu 6 ta narsani bajarsangiz, siz darsdan tashqari mashg'ulotlaringiz, ya'ni extracurricular profilingiz beton bo'ladi. Ikkinchi top universitetga kirish bo'yicha men beradigan maslahat bu research. Top universitetlarga va umuman universitetlarga siz qanday qarashingiz kerak? Top universitetlar bu biznes. Biznes nima bilan shug'ullanadi? Biznes pul qilish bilan shug'ullanadi va universitetlar ham pul qiladi, lekin ularning puli, ya'ni valyutasi ozgina boshqacharoq. Masalan, O'zbekistonda bizda so'm bor, Amerika Qo'shma Shtatlarida dollar bor. Universitetlarda ham ularning o'zlarini kupyurasi, ya'ni valyutasi bor. Ularning valyutasi bu citation, the number of research published, the quality of research, ya'ni tadqiqot. Qanchalik universitetda professorlari, talabalari va PhD o'quvchilari zo'r research qilsa, qanchalik ko'p tadqiqot bilan shug'ullansa va qanchalik zo'r, masalan, publication, zo'r jurnallarda, masalan, Nature, Science va shunga o'xshagan top jurnallarda tadqiqotlarni chop etsa va ularga tayanib qolganlar tadqiqotni chop etsa, ya'ni citation bersa, ushbu universitetda talabalari yoki professorlarga shunchalik bu universitet baland turadi rankinglarda, reytinglarda. Ya'ni MIT dunyoda nimaga birinchi o'rinda turadi? Chunki MITda dars beradigan professorlar juda ham ko'p sifatli tadqiqot chop etishadi. MITda o'qiydigan talabalar ham sifatli tadqiqot qilishadi va ularni chop etishadi. Bu bilan nima demoqchiman? Siz universitetga eng ko'p bera oladigan foydangiz bu sizni eng zo'r bo'lishingiz emas, sizni pulingiz emas, sizni masalan sport bo'yicha eng chempion odam bo'lishingiz emas, balkim research output. Siz universitetga men qara research qilmayman, ya'ni tadqiqot bilan shug'ullanganman va Sana universitetiga borganimdan keyin o'sha yerdagi shu professor bilan birga tadqiqot qilaman va shuni chop etaman deb aytsangiz, bu eng zo'r huquq, eng qiziqtira oladigan narsalardan biri. Lekin bu yo'l orqali universitetni ishontirish uchun nima kerak? Evidence kerak. Ya'ni isbot. Qanday qilib siz isbotlay olasiz shu universitetga borganingizdan keyin tadqiqot bilan shug'ullanishingizni? Bu oson. Siz universitetga borishdan oldin tadqiqot qilgan bo'lsangiz va uni chop etgan bo'lsangiz, siz isbotlay olasiz. Universitetga qara, shuni chop etib bo'lganman, men krutoyman. Shu universitetga borganingdan keyin Sana professoring bilan research qilaman va uni chop etaman. Va universitetga va ta'limga, science-ga, ya'ni ilm-fanga o'z hissamni qo'shaman desangiz, bu boshqa gap. Buni qanday qilsam bo'ladi deyishingiz mumkin. Buning ikkita yo'li bor. Birinchisi, siz research programmalarga topshirasiz. Masalan, ikkita ismni aytaman, Lumiere hamda Pioneer. Ushbu ikkita dastur adashmasam narxi $5000 turadi, lekin bizani Ivy League Admissions programida yoki Ivy League dasturlarida o'qiydigan o'quvchilarimiz topshiradi va ular shu $5000 turadigan dasturlardan grant yutishadi. Ya'ni ularda bepulga o'qishgan. Masalan, o'tgan yil aynan shu dasturlardan birida o'qigan o'quvchim ushbu dasturlardan birida o'qidi, Lumiere va Pioneerda o'qidi. Johns Hopkins, Yale va shunga o'xshagan top universitetdagi professor va PhD'lar bilan tadqiqot qildi va top universitetlardan biriga qabul qilindi. Ular University of Toronto, ya'ni Kanadadagi eng zo'r universitet. Undan tashqari HQSC o'zim universiteti va dunyoning boshqa top universitetlariga qabul qilinishdi. Bu lekin birinchi yo'li edi. Ikkinchi yo'li bu professorlarga directly cold outreach qilish. Ya'ni siz professorda ismini topasiz. Ya'ni siz nima qilasiz? Birinchi navbatda o'zingiz sohangizni aniqlashingiz kerak. Masalan, iqtisodiyot. Iqtisodiyot deganda ham shunchaki iqtisodiyot emas, iqtisodiyot ichiga kirishingiz kerak. Men personally o'zim digital currencies, ya'ni raqamli valyutalarga qiziqaman. Shuning uchun raqamli valyutalardagi professorlarga yozishga harakat qilganman. Raqamli valyutada o'zi juda ham kam inson tadqiqot qiladi. Shuning uchun topish osonroq bo'lgan. Masalan, MIT, Yale
Wharton, HKU, HQST va shunga o'xshagan bir nechta universitetlarda bunday professorlar bor xolos. Ya'ni siz sohangizni topganingizdan keyin topshirmoqchi bo'lgan universitetingizdagi professorlar, siz o'qimoqchi bo'lgan sohadagi professorlar topasiz, ular haqida ma'lumot olasiz, ularning tadqiqoti haqida ma'lumot olasiz. Bu yerda odatda pochtasi turadi. Shu pochtasini olasiz, tadqiqotlarni o'qiganingizdan keyin bir ikkita savollaringizni tayyorlaysiz, ularga yozasiz. Qarasan, shu research bilan, shu tadqiqot bilan shug'ullanar ekansan. Menga ham juda qiziq. Bir ikkita savolim bor edi, javob bersangiz xursand bo'lardim. Piq yozdingiz, javob keladi. Javob kelganingizdan keyin yana bir ikkita savol bor edi. 10 minutlik Google Meet bosaylik, xursand bo'lardim deysiz, yozasiz. Odatda yo'q deydi, lekin ko'ndirishingiz kerak bo'ladi. Uni biz o'rgatamiz admissions program davomida. Yozganingizdan keyin xullas meeting belgilab, oxiri ularni research assistant-ga aylanishingiz mumkin. Ya'ni ularning tadqiqot bo'yicha yordamchisi. Bu juda ham katta maqom. Bu iloji yo'q, men maktabda o'qiyman, qanday qilsam bo'ladi? O'zi universitetdagilar ham buncha qila olmaydi deyishingiz mumkin. Guess what? Qilsa bo'ladi. Odam qilgan ishni odam qiladi. Masalan, o'tgan yil xuddi shu narsa bilan o'quvchilarimiz aytganda va biz ularga tushuntirgandik. Qara, bu narsaning iloji bor. Chegara miyada, chegarani olib tashlaymiz, harakat qilamiz, o'xshaydi dedi va keyin Yale universitetidagi professor bilan bitta o'quvchimiz research assistant bo'ldi. Garvardda PhD qiladigan odam bilan bitta o'quvchimiz tadqiqot yordamchisi, ya'ni research assistant bo'ldi. Ko'pchilik bilsa kerak, Garvardda PhD qilgan o'zbek bor, hozir Amerikadagi top universitetlardan biri UT Austinda professor bo'lib ishlayapti. Botir Qobilovda research assistant bo'ldi. Ya'ni hozir men sizga aytayotgan narsalarim iloji bor. Siz harakat qilsangiz, oddiy maktabda o'qisangiz ham, unaqa katta resursingiz bo'lmasa ham, rostdan tirishqoq bo'lsangiz, qiziqqon bo'lsangiz, harakat qilib amalga oshirsangiz bo'ladi. Shunday qilib cold outreach, ya'ni ma'lumotni olasiz, savollarni yozasiz, savol yozib, pochta yozasiz, javob kelgandan keyin yana bitta meeting qilaylik, 15 minutlik deysiz, 15 minutda savol berganingizda o'zingiz ko'rsatasiz, qiziqishingiz balandligini va ulardan so'raysiz. Sani yoki sizni research assistantingiz bo'lmoqchiman, sizga shu yordam beraman. Bu unpaid, pul hech qanaqa pul kerak emas, sizga qanaqadir ishingiz bo'lsa, yordam berishsam xursand bo'lardim deysiz. Bu nimaga? Oxirida birinchi navbatda siz shu odamni research assistant bo'lganman deya olasiz. Ikkinchi navbatda shu insondan, ya'ni professor yoki PhD dan siz recommendation letter, ya'ni tavsiyanoma ola olasiz. Va tavsiyanoma agar top universitetdagi professor yoki PhD sizga tavsiyanoma yozib bersa, shu inson bilan men tadqiqot qildim, rostdan korrekt bola ekan, sohasini zo'r biladi, qiziqqon, talanti zo'r, potensiali bomba, olsak, chotki research qilamiz, universitetga kelgandan keyin bitta yozib bersa, uje universitetlar tushunadi. Bu legit bola ekan. Ya'ni shunchaki men tadqiqot qilganman deb turib ChatGPTdan ma'lumotni olib, random jurnalda publish qilmagan. Bu rostdan haqiqiy o'tirib tadqiqot bilan shug'ullangan degan fikr bo'ladi. Va ya'ni top universitetga topshirishda tadqiqot qilgan bo'lsangiz, sizga juda ham katta plus bo'ladi. Xuddi shu sizga tushuntirgan narsalarimni Ivy Bek admissions programida ichiga kirib, formulalar qanday qilib yozish, pochtalar yozish, research programlardan grant yutishni o'rgatganmiz va o'quvchilarimiz shu dasturlardan grant yutgan, Johns Hopkins, Yale, Harvard, Imperial Collegeland va boshqa dunyo top universitetlaridagi professorlar bilan tadqiqot qilgan va shu tadqiqoti orqali dunyo universitetlari reytingida ikkinchi o'rinda turadigan Imperial College London, NUS, NTU, University of Toronto va boshqa dunyoning top universitetlariga qabul qilinsa. Ya'ni aytayotgan narsalarimni hammasi albatta ishlaydi, siz ham harakat qilib ko'ring. Uchinchi top universitetga kirish bo'yicha men o'rgatadigan strategiya bu insholarga aloqador, ya'ni personal statement hamda supplemental essayga. Top universitetga kirishda o'zingiz bilasiz, personal statement hamda supplemental essay yozishingiz kerak. Personal statement bu 650 ta so'zgacha bo'lgan insho va u siz haqingizda bo'lishi kerak. Personal statementda birinchi navbatda siz bilishingiz kerak bo'lgan narsa bu do not use AI for God's sake. Sun'iy intellekt, ChatGPT, Claude va boshqa AI ni ishlatsangiz, men sizga bittada aytaman, rejection olasiz. O'tgan yil biz ozgina bo'lsa ham harakat qilib ko'rdik. Ba'zilarni chista risk qilib ko'rdik. Balkim o'xshar, balkim o'xshamas deb shoshilishda uje oxirida qolganda bir ikkita bolalarga inshosini yozdirib ko'rdik. Bitta top universitetga kirdi, narigisiga oddiyroq universitetga ham kira olmadi. Ya'ni sun'iy intellekt ishlatsangiz, albatta siz chopilasiz. Ba'zilarda o'xshab qolyapti, adashib, lekin to'g'risini aytaman, ishlatganlarda hech qaysi biri kirmadi oxiri. Shuning uchun birinchi navbatda AI ishlatmang. Sizga the quality of your writing, yozish sifatingiz, the clarity of your writing, yozishingizni qanchalik tushunarli bo'lishi va depth of your story, tarixingiz qanchalik chuqurligi sizni top universitetga kirmasligingizni belgilab qo'yadi. Sizda 1600 ACT bo'lishi mumkin, 8.5 IELTS bo'lishi mumkin, research qilgan bo'lishingiz mumkin, katta loyihangiz bo'lishi mumkin. It does not matter, okay? Umuman farqi yo'q, siz top universitetga kira olmaysiz agar siz inshoingizni AI orqali qilsangiz va yaxshi qilib application topshirmasangiz. Xo'p, bu birinchisi.
Ikkinchi siz bilishingiz kerak bo'lgan narsa bu you have to tell a story. Ya'ni siz inshoingizda tarix aytib berishingiz kerak. Siz men shu odamman. Men ismim Asadbek Ismoilov, Farg'onada tug'ilib o'sganman. Keyin Toshkentga kelganman. Toshkentga kelgandan keyin iqtisodiyotga qiziqib qoldim. Universitetda iqtisodiyot o'qimoqchiman. Kelajakda iqtisodiy muammolarni yechmoqchiman desangiz, bu tarix emas. Siz rezyume topshirmayapsiz, okay? Siz SATdan, olimpiadadan qanchalik zo'rligingizni ko'rsatmaysiz. Qanchalik zo'rligingiz muhim emas. Ya'ni siz tarix aytib berishingiz kerak. Nimaga aynan tarix? Nimaga storytelling? Statistika bor, Garvardda tadqiqot qilishgan. Agar siz bitta ma'lumotni tarix qilib aytib bersangiz yoki fakt qilib aytib bersangiz, fakt aytib bersangiz masalan 100% bo'lsa, tarix qilib aytib bersangiz 22 barobar ko'proq esda qolar ekan. Ya'ni albatta 50 mingta odamning inshosini o'qigandan keyin admission officerlarda esida qolish uchun siz 22 barobar ko'tarishingiz mumkin. Shunchaki bor ma'lumotni tarix formatida aytib bersangiz. Qanday qilib tarix aytib berish mumkin? O'zi qanday qilib aytib bersam bo'ladi deb savol bersangiz, bitta zo'r kitob bor. Siz storytelling bo'yicha o'qishingiz kerak bo'lgan kitobning nomi The Hero's Two Journeys. Yozuvchisining ismi Christopher Vogler hamda Michael Hodge. Michael Hauge deb yoziladi yoki Vogler deb yozsangiz ham chiqishi kerak. Ikkinchi storytelling bo'yicha siz o'qishingiz kerak bo'lgan kitob bu The Anatomy of a Story. Ya'ni tarix aytib berishda anatomiyasini, masalan, odamning organizmi bor, odamning organizmini anatomiyada o'rganishadi. Shu storytellingni ham tarix aytib berishda ham anatomiyasi bor. Shu narsani siz The Anatomy of a Story kitobi orqali o'rganishingiz mumkin. Hozir darsdan tashqari mashg'ulotlar, activities haqida ikkita eng katta strategiyani o'rgandingiz. Insho yozish bo'yicha, ya'ni storytelling bo'yicha ikkita foydali kitob nomini oldingiz. Va hozir siz shu yarim soat bo'lgan bo'lsa, video yarim soatda o'rgangan narsalaringiz admissions programda bitta darsi bilan teng. Va admissions program 3 oy davom etadi. Endi o'ylang, 3 oy davomida o'rgansiz qanchalik ko'proq siz ma'lumot olishingiz mumkin va qanchalik ko'proq transformatsiya bo'lishi mumkin. Sezgan bo'lsangiz kerak, men hech qaysi o'quvchimni o'rniga narsa qilib bermayman. O'rniga activity qurib bermayman, o'rniga activitiesini boshqarib bermayman, yordam berishim mumkin. Masalan, reklama qilib berishim mumkin. Shu loyiha zo'r bo'lyapti, tavsiya beraman, qolganlarga, ommaga ko'rsatishim mumkin. Lekin o'quvchilarni o'rniga qilmayman. Bu nimaga muhim? Siz admissions programga qo'shilganingizdan keyin yoki Ivy Back'ga kelganingizdan keyin o'zingiz o'zgarasiz. Siz speakingingiz rivojlanadi. Masalan, gapirishni o'rganasiz. Storytelling, tarix aytib berishni o'rganasiz va universitetlarga topshirganingizdan keyin o'zingizni eng zo'r versiyangizni ko'rsatishni o'rganasiz. Va hozir sizga Ivy Back Admissions programini e'lon qilmoqchiman. Ivy Back Admissions program orzuyingizga yetishingizga yordam beradi. Xususan, siz xohlagan eng top universitetga kirishda, o'zingiz xohlagan davlatga borib, dunyodagi siz orzu qiladigan top kompaniyaga kirishga yordam beradigan dastur aynan shu. Admissions programda siz birinchi navbatda darsdan tashqari mashg'ulotlarni, ya'ni activity qurishni va uni kengaytirishni o'rganasiz. Ikkinchi navbatda siz research programlarga topshirib, ulardan grant yutib, top universitetdagi professor va PhD'lar bilan research qilishga siz cold outreach qilishni o'rgatamiz. Masalan, o'quvchilarimiz Johns Hopkins University, Harvard, Yale va shunga o'xshagan top universitetdagi professor va PhD'lar bilan tadqiqot qilishgan. Va uchinchi navbatda siz albatta insholar yozishni o'rganasiz. Top universitetga kirish inshosini yozish san'ati bu juda ham sofistikated, ya'ni katta vaqt oladi. Siz o'zim tayyorlanaman, siz 6 oydan 1 yilgacha, kamida 1 yil oladi. Nimaga? Chunki O'zbekistonda yozishda biz 1-sinfdan yangi sochneniyalar yozmaymiz, to'g'rimi? Sochneniya yozishimiz mumkin, IELTS ga yozamiz. Lekin ingliz tilida essa yozishni ko'pchilik bilmaydi. Shuning uchun ancha vaqt ketib qoladi agar o'zingiz harakat qilsangiz. Lekin admissions program davomida siz shu kitoblarni intensiv tarzda o'rganasiz, o'qiysiz va reflectionlar yozasiz. Va to'rtinchisi eng zo'rlardan biri bu siz ko'pchilik bilmaydigan, lekin siz sohangizda zo'r bo'lgan, chempion bo'lgan universitetlarda grant beradigan universitetlarda ro'yxatini olasiz. Masalan, o'tgan yil admissions programda o'qigan Rasulbek o'quvchimiz Brigham Young universitetiga, ya'ni o'zining sohasida yaxshi, zo'r Amerikada joylashgan universitetga 100% hamma yo'g'ini qoplaydigan grant bilan qabul qilindi. Ya'ni faqat kontrakt emas, faqat o'qat emas, ya'ni hamma yo'g'ini qoplaydigan 100% grant bilan qabul qilindi. Ya'ni shunaqa grantlarni ko'pchilik bilmaydi. Rasulbek biz yordam berganmiz, mana topdi va u grantni yutdi. Natijalarni yana bir bor eslatib o'tmoqchiman. Ivy Back'da bitirgan o'quvchilarimiz birinchi raqamli universitetda MIT ga ikkita o'quvchimiz qabul qilindi. Dunyo universitetlari reytingida ikkinchi o'rinda turadigan Imperial College'lardan ham yana ikkita o'quvchimiz qabul qilindi. Undan tashqari NUS, NTU, University of Toronto, Columbia universiteti, Chicago universiteti, dunyoda 12-o'rinda turadigan NTU ga 6 ta o'quvchimiz, dunyo reytingida 11-o'rinda turadigan HQ ga ham 6 tadan ko'p o'quvchimiz qabul qilindi. Ya'ni biz admissions program va boshqa Ivy Back top universitetga tayyorlash dasturida o'rgatadigan narsalarimiz o'xshaydi va ular ishlaydigan strategiyalar.
Ivy Back Admissions programmasiga siz ham yozilishingiz mumkin va hozir bizda qabul ochiq. Agar siz shu video orqali registratsiyadan o'tsangiz, sizga $50 biz skidka beramiz. Ivy Back Admissions programmasiga siz ham qo'shilmoqchi bo'lsangiz va orzungizdagi universitetga kirmoqchi bo'lsangiz, hozir sizda imkoniyat bor. Joylar soni chegaralangan. O'zingiz bilasiz, Instagram, YouTube va umuman ijtimoiy tarmoqlarda 100 mingtadan ko'p o'quvchilar bizni kuzatadi va joylarimiz juda ham tez to'ladi. Shuning uchun hoziroq sizga Admissions programmada joyingizni band qilishni tavsiya qilaman. Ivy Back Admissions programmani to'lovini bilib va joyingizni band qilmoqchi bo'lsangiz, pastda YouTube videoni opisiyasidagi havoladan o'tib ro'yxatdan o'ting va bizning menejerlarimiz sizga aloqaga chiqadi. Umid qilamanki, video sizga juda ham foydali bo'ldi. To'g'risini aytaman, o'zim tayyorgarlik ko'rayotganimda bunaqa videolar bo'lmagan, shuning uchun tayyorgarlik qiyin bo'lgan. Lekin mana sizda hozir imkoniyat bo'ldi, shunchalik foydali ma'lumotlarni olishga. Agar foydali bo'lgan bo'lsa, like-ni bosing, kommentariyalarda ayamang, share qiling o'rtoqlaringiz bilan foydali bo'lgan bo'lsa. Nimaga? Chunki qanchalik ko'p share bo'lsa, shunchalik ko'proq video qo'yaman. Bo'lmasam, Admissions programmani ichidagi o'quvchilarga berib boraveraman. Va albatta, podpiska tugmasini bosish esdan chiqmasang, keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Siz bilan top universitetlarga kirish bo'yicha ekspert Asadbek Ismoilov bo'ldi.